Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ancha yillardan buyon kasallik bilan kurashib, kasallikdan charchab ketgan, kasalliklar natijasida umidsizlikka tushib qolgan insonlar diqqatiga bugun men sizga ajoyib bir yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Anchadan buyon agarda siz kasalligingiz bilan kurashib kelayotgan bo'lsangiz va endi ushbu kasalim tuzalmasa kerak, men mana shu kasallik bilan yashab o'tsam kerak degan umidsizlikka tushib qolgan bo'lsangiz va doimiy ravishda dori darmonlarni iste'mol qilishdan charchab ketgan bo'lsangiz, unda meni diqqat bilan eshiting. Har qanday kasallik uchun bilingki, shifo, yechim bor. Siz ancha yillardan buyon mana shu kasalligingiz bilan kurashib kelayotgan bo'lsangiz ham, hech qanday natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz ham, lekin bugun men sizni xursand qilaman, chunki haqiqatdan har qanday kasallikka yechim bor, shifo bor, davo bor. To'g'ri, siz hozir mana shuncha men harakat qilib ko'rdim-ku, shuncha men mutaxassislarga murojaat qildim-ku, lekin hech qanaqa natija bo'lmadi-ku degan sizda fikr o'tishi mumkin-da, shunday xayol o'tishi mumkin sizda. Lekin hozir sizga yana bir bora shu narsani tushuntirib o'tmoqchiman. To'g'ri, siz ancha yillardan buyon dori ukollar bilan tanangizdagi kasalliklarni davolashga harakat qilgansiz-u, lekin kasallikni sabablari bilan ishlamagansiz. Kasallikni sabablarini siz ko'rib chiqmagansiz. Shuning uchun ham siz mana shu necha yildan buyon ushbu kasallikdan aziyat chekyapsiz va ushbu kasallikdan shifo topa olmayapsiz. Demak, mana shu kasalligingizni siz ancha yillardan buyon davolayotgan bo'lsangiz ham va hech qanday natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz ham, baribir biling, yechim bor, shifo bor. Biz dori darmonlardan shifo izlashni to'xtatishimiz kerak. Chunki dori darmonlar nima qiladi? Dori darmonlar shunchaki kasallikni vaqtincha to'xtatib beradi. Vaqtincha, tushunyapsiz-a? Butunlay u sizni davolab bera olmaydi. Nima uchun? Butunlayga ko'pchilik shuncha dori darmonlarni iste'mol qilishadi, lekin shifo topib keta olishmaydi. Chunki kasallikni sababi qolib ketadi. Kasallikni sababi nimada asosan? Kasallikni sababi bu stressda. Juda ham kuchli asabiylashish, qo'rquvlar, vahimalar va doimiy stresslar, xafachiliklar, mana shular kasallikning sabablari hisoblanadi. Va bizani tanamiz ko'proq nimani his qilsak, xuddi shu narsani namoyon qiladi kasallik ko'rinishida. Hozir men sizga bir bitta eksperimentni taklif qilaman. Mana hozirni o'zida ko'zingizni yuming. Limonni tasavvur qiling. Limonni chaynayotganingizni tasavvur qiling. Va siz xayolan limonni mana chaynayapsiz. Avtomatik ravishda sizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Men o'ylaymanki, har bir inson limon chaynayotganda, u hattoki tasavvurda bo'lsa ham, u insonning holati o'zgaradi. Ya'niki avtomatik ravishda so'lak bezlari ajralib chiqadi, to'g'rimi? Va bu yerda nima hosil bo'ldi? Demak, sizni diqqatingiz limonga qaratildi va siz limonni tasavvur qilishingiz bilan organizmni holatida o'zgarish ro'y berdi. Ya'ni so'lak bezlari ajralib chiqishni boshladi. Va bu nimani bildiradi? Demakki, biza ko'proq nimani o'ylasak, bizning tasavvurimiz qanaqa bo'lsa, xuddi mana shunday organizmimiz ham xuddi shularga mos ravishda o'zini reaksiyasini ko'rsatadi. Deylik, siz doimiy ravishda qo'rquvni, vahimani his qilasiz va sizni organizmingiz bunga javoban qanday reaksiyasini ko'rsatadi deb o'ylaysiz?
albattaki kasallik ko'rinishda уже reaksiyasini ko'rsatishni boshlaydi. Har qanday kasallik bu bizani hissiyotlarimizga, tanamizni reaksiyasi hisoblanadi. Va bunday hissiyotlar yillab davom etsa, endi tasavvur qiling, tanamizni holati qay darajada o'zgarib boradi. Yo bo'lmasam sizga hozir yana bir boshqa misolni keltirib o'tmoqchiman. Mana shu men sizga misol keltirib o'tmoqchi vaziyat haqiqatdan hayotdagi bo'lib o'tgan tajribalardan, ya'ni o'tkazilgan tajribalardan biri hisoblanadi. Bir qo'yning oldiga boshqa qafasda bo'rini saqlashgan. Ya'ni qo'y bilan bo'ri birgalikda bir hafta davomida yashashgan. Alohida qafaslarda. Va bilasizmi, bir haftadan keyin bo'rini oldida yashagan qo'y halok bo'lgan. Nima uchun? Qo'y bir haftaga bormasdan halok bo'lgan. Buning sababi mana shu qo'y ertayu kech qo'rquvni his qilgan. Ertayu kech mana shu qo'rquvni his qilgani uchun oxir oqibatda qo'yning organizmi nima bo'lgan? Zo'riqishni hosil qilish natijasida kasallangan va bunga dosh bera olmagan, natijada vafot etgan. Va xuddi shunday inson hayoti davomida bo'lib o'tadigan vaziyatlarga nisbatan uning reaksiyasi, holati to'g'ridan to'g'ri albattaki tanaga ta'sir qiladi. Inson agarda xotirjam yashay olmasa, uning organizmi ham normal o'zini funksiyasini, faoliyatini bajara olmaydi. Qachonki inson xotirjam bo'la olsagina, insonni demak organizmi o'zining faoliyatini normal holatda bajara oladi. Lekin siz yillar davomida shuncha stresslar bilan yashab o'tdingiz va u stresslarga umuman diqqatingizni qaratmadingizda, faqat mana shu tanadagi kasalliklarga siz diqqatingizni qaratdingiz. Faqat mana shu tanadagi kasalliklar bilan kurashdingiz. Mana shu tanadagi kasalliklarni yo'qotishga harakat qildingiz. Bu yoqda shuncha yashab o'tilgan stresslar hammasi xotirada saqlanadi. U xotirada saqlanar ekan, har bitta vaziyat nima bo'ladi? Insonni tanasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Va bu yoqdan demak sabab ko'rib chiqilmagan bo'ladi. Sabab ishlanmagan, u xotirada sabablar barchasi xotirada saqlangan, ya'ni hayotingizdagi har qanday qo'rquvli, qo'rqinchli, vahimali, shu bilan birgalikda siz xafa bo'lgan holatlar sizni xotirangizda saqlanadi-da. Bu yoqda kasalliklar paydo bo'lgan bo'ladi. Siz faqat mana shu kasallik bilan kurashib yashagan bo'lasiz. Va keyin yana xafa bo'lasiz, nima uchun meni tanamdagi kasalliklar shifo topmayapti, nimaga men shu kasallikdan xalos bo'lmayapman deb. Aslida siz birozgina noto'g'ri kasallikka yondashgansiz xolos. Men xuddi mana shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatib kelyapman, alhamdulillah. Demak, shifo kursini tashkil qilganman va mana shu shifo kursida biz kasallikning faqat o'zi bilan kurash olib bormaymiz. Kasallik bilan kurash olib borilmaydi, ya'ni kasallikning sabablari bilan ishlaniladi va natijada yuzlab insonlar 10 kunlik shifo kursimdan so'ng judayam ajoyib natijalarga erishib kelishmoqda. Hattoki o'sha ancha yillardan buyon o'sha kasalliklariga yechim topa olmayotgan, shifo topa olmayotgan insonlar ham aynan mana shu shifo kursidan keyin Allohning izni bilan albatta o'zini dardlariga shifo topib ketishyapti. Demak, biz kasallik bilan kurashmaymiz, biz kasallikni sabablarini bartaraf qilishimiz natijasida kasallik o'z-o'zidan tanamizdan yo'qolishni boshlaydi. Albatta Alloh taolo bizga bir dardni berganmi, uning shifosini ham berib qo'ygan. Faqat biz noto'g'ri
yo'lni tanlaganimiz uchun mana shu shifo yo'lini biz ba'zida topa olmay qolamiz. Lekin azizlarim, sizga mana shunday bir ajoyib yangilikni sizga aytib o'tmoqchiman. Har qanday kasallikning demak shifosi bor, davosi bor. Hech ham tushkunlikka tushishingizga hojat yo'q. Hozir men sizga mana shu 10 kunlik shifo kursimdan olingan natijalarni qo'yaman. Marhamat, bemalol tanishib chiqishingiz mumkin va agarda siz ham xuddi mana shunday dori darmonlarsiz kasalligingizga shifo topishni xohlasangiz, marhamat, berilgan ma'lumotlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Barchangizga albatta yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Hech qachon umidsizlikka tushmang. Albatta, dard borki, darmon bor.